bolalar nima gap? Xo'sh. Bugungi videom shu Topal account, mana Agan accountda. Xo'sh, Topal account o'zi g'irt mashhur balabo bola. Chunki qaynar bolalar, men Salom aka bir kun garantiya deb, короче, kanal ochganman. Kanalimga odam urdiryapman. Keyin vidoya pul tashlang deyapti. Keyin pul tashlayapman, короче, aka mana 230 mingga urdirganman. Mana kanalim shuni tashlaganman. Tashlagandan keyin atlanib qoldi, urib berdi. Lekin pol nakurt kurib berdi. Mana isboti. Hozir. Mana isboti o'zimning akkauntim mana. Birga urdirgandim 1200 dan 1200 so'm ketadi odam 110 ta qoldi. Ikkinchidan bular hammasi nakurtka. Hozir qayna. Hammasi ha. Qayna tarjima qo'ygan hammasi ha. Polni nakurtka bu akkauntlar. Fake akkauntlar. Mana birontasi живой emas. Mana. Keyin bu konkurs oxirigacha yakunlanmadi. Birdan o'chirib yubordi, keyin odamlar chiqib ketdi ko'plari. Chiqib ketgandan keyin hozir yana bitta mashg'ulotga bor. Hay endi bu 230 ming katta pul emas, unaqa qilmoq deyish mumkin, lekin auditoriya uchun normal pullar bu. Keyin ikkinchidan akkaunt olmoqchi bo'lyapmiz. O'rtada turib berdi admini, Elbek degan admini. Bu eski gap, lekin chiqarmasam bo'lmaydi. Chunki baribir endi harom narsani odamlar bilsin deyapman. Ko'plar so'rayapti, isbot bilan chiqaring deyapti. Keyin mana endi isboti. Keyin mana deydi. Qancha pulni tashlab beryapman. Mashqada o'tgani bilan. Tashlab bergandan keyin nima bo'lyapti? Mana chek pulni tushgan haqida. Mana ki Muhammad Ali Jo'raboyev chek tushgan. Qancha bo'ldi? Tushunadi. Privaskiga tushunadigan adminim bor, guruhga qo'yishdan unga xizmat qilib. Meni vaqtim yo'qmi, bir nima degan hozir menga eshitilmayapti. Xo'sh, keyin mana qancha bu akkauntni nima qilyapti o'zi? Hozir akkauntni o'zgartira olmayapti. Keyin esa bu o'rtada admin bo'layotganda, keyin adminligini qilmadi. Keyin boshqa anusiga beraverdi, mana Elbek deganiga. Ali birat men admin xizmat admin mashg'ul. Elbek degani mana shu qilib berganman, aka qilib bergan. Birinchi bo'lmasa kerak, ikkinchi akkauntni 1230 beradi, ikkinchi akkauntni beradi. Men akkauntga qilib xizmat qilgan, kimga ko'raman deyman, aniq qo'yaman. Mendan bo'lyapti. Men videosini bir boshdan, короче, nimalar qilib, akkauntga kirmagan ko'rsatib, telefondan ko'rsatib, polni qilib beryapman. Akkauntni Gmail bilan parol bitta shu adminingizda bor edi. Keyin esa ukamda bor edi. Ukam kiraman deb kirmayapti, adminingiz kim bilmayman deb akkauntni qilib berganman deyapti. Bir qanday mashg'ulot bu? Bizga ishonamiz lekin. O'zingiz qarang bu adminingizga, nima mashg'ulot bilmayman bu. Mana Elbek o'zining joy anosi. Endi aka o'zingiz qarang deyapman. Endi men bu o'zi emas, balki ana adminda o'zi mashqada bo'layapman. Lekin qarasam bu adminga nima qilyapti? Patxod uryapti-da, keyin bu qo'toq shesta yo'q, men so'kayapti shestdan ketib. Chumoq gapiga javob bera olmayotgan, Rossiyada turib o'zcha shestga tegadi. Kelib so'rab olmaydi, lekin shuncha gapni Samarqanddanman, so'rab olmoqchi bo'lsa, mana keyin aytayapman, "Nexay bitta ak, lekin xudodan qo'rqmas ekansan" deyapman-da. Telegramda ham 250 ming beruvdim mana. 28 sentyabr bo'lsa juda eski gap. Balki iyunda o'ldirgan bo'lsam, 28 sentyabr. O'rtada bir necha oydan keyin yana qo'yapti. Mana keyin bu so'kishga tutishmo. Baroyga sabab turqtarovatinga qota sirnaqlar o'yladi. Trade yor turqinga qotami. Keyin bu o'cha rasmini qara, suda kuda deyapti. Bilsanglar buni o'zi ko'zi qiyshiq. Ko'zi qiyshiq biladi, o'zi ana nima deydi? Ishton yirtib ustidan kiradimi deydimi? Hozir bitta rasmini. Mana ko'zi qaynar, ko'zi. Ko'z qiyshiq o'zi bo'laniki. Bo'lani ko'zi qiyshiq o'zi ustidan kulashni biladi. Короче, bolalar, bu g'irt haromxo'r mashqa. Mana hamma uchun isbotlar berdim. Mana bu xullas Lednik 5 akkaunt oldim. Mana shu akkaunt olganman. Bu akkaunt olgandan keyin mana bu jo'ram. U o'rtada bu nima bo'lyapti? Ekran zapis qilib, короче, akkaunt reysga ketgan, reysga javob beraman deganda bular. Mana hozir yozyapman, akkauntni sotasizmi deyapman qaytarib odamga. Akkauntni birinchi egasi olib ketgan. Bular sotib olgan odam qaytarib reys ketdi. Keyin esa bular shu reysga javob berish kerak edi. Chunki men bundan olyapman, admindan, undan olmayapman. Admin o'rtaga nimaga kerak? Shu Facebook'ga javob berish kerak, shularga hammasiga javob berish kerak. Короче, mana akkaunt nima bo'lib ketdi? Akkauntni o'zi berish kerak edi.
Mana o'sha bolaning polni kashmga isbotlab beryapman. Mana o'qitida balabol hech nima deb yozmay ketdi mana. Mana Ali full isbotda. Ak bizda emasligi, adminga ham tashladim. Endi mujikni xalqqa beringlar. Ali admingizga ayting, endi mujik bo'linglar deyapman. Lekin yo'q, bu balabol baribir bermadi. Mana o'zining akkaunti, kanali.